Tojikiston Bapesh. Tojikistonlik mijozlarimiz tindirishmayapti. Va yana bitta tojikistonlik mijozimiz kelishdi. Nima olishdi deb o'ylaysizlar? Hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Eleron shpaklyovkalarini olishdi. Mana shu ko'rinishi nech kilo? Taxmin qilib turinglar, hozir aytaman. Uzoqqa bormang taxmin qilishlaring. Xullas, 6,5 tonna Tojikistonga eleron shpaklyovkalarini chiqarib yuboryapmiz. Sizlar ham tezroq kelib, Stroy bazadan olinglar. Boshqa davlatdan kelib olib ketishyapti. Nimaga? Chunki bizda eng sifatli mahsulotlar va ko'p olsalaring juda ham arzon qilib beramiz. Deyarli o'zining narxi bilan bir xil bo'lishi mumkin. Undan tashqari bizda qo'shimcha elerondan tashqari shpaklyovkalar ham bormi desalaring, mana bu tarafda bemalol ko'rsatishimiz mumkin. Eng kuchli, eng zo'r, eng mashhur brendlarda deyarli hamma shpaklyovkasi bizda bor. Qayerda deyapsizlarmi? Chag'aldagi Stroy bazada. Mabodo ustaga sizga shpaklyovka kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilishni bilasiz. Kommentariyaga yozing yoki bu yerdagi telefon raqamga shuni telefon qiling. O'zining narxida bo'lsa ham chiroyli qilib eng arzon narxlarda qilib beramiz. Salomat bo'ling. Mana Xudo xolasa Tojikistonga olib chiqib ketishyapti yuklarimizni. Akamizga bo'lsa oq yo'l tilaymiz, yaxshi yetib olsin.